Xitoyning Arab Birleşme Xalqligidagi Dubay shahrida maxfiy qamoqxona qurib, uningga Uyg'urlarni qamaganligi oshkorlangan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Dubaydagi konsulxona xodimlarining boshqarishidagi bu maxfiy qamoqxona asli bir dacha bo'lib, u qamoqxonaga o'zgartirilgan ekan. Navbatda bu qamoqxonada oz deganda 2 Uyg'ur ayolning tutib turilganligi ilgari surilmoqda. Birleşme Agentligining aytishicha, bu vaqtdagi uchurlar Xitoyning chegara halqigan qora turma qurib, mashg'ulot ilib berayotganligiga oid tunji dalil ekan. Xitoyning Dubayda maxfiy qamoqxona qurib Uyg'urlarni so'laganligiga oid bu uchurni bu yil 5-oyda Dubay soqchi doiralari tomonidan tutqun qilinib, mazkur maxfiy qamoqxonaga so'langan bir Xitoy o'qituvchi qiz oshkorlagan. Ma'lum bo'lishicha, bu Xitoy qizi Dubayda tutilib qolgan yigiti Wang Jingyuni qutqizishga borganda tutqun qilingan ekan. Wuhan ismli 26 yoshli bu Xitoy qizi Birleşme Agentligiga bergan uchurida o'zining bu maxfiy qamoqxonaga 8 kun so'lab qo'yilganligi, bu yerda so'lag'liq 2 Uyg'ur ayolni uchratganligini aytgan. Bu Uyg'ur ayolning nima uchun so'langanligi, ularning kimligi, jami qancha Uyg'urning bu maxfiy qamoqxonada so'lag'liq ekanligi ma'lum emas. Analizchilarning aytishicha, Xitoyning Dubayda maxfiy qamoqxona qurishi uning ishki qonunini chegara halqib ijro qilayotganligini ko'rsatadi ekan. Xitoyniki chegara atlab o'ziniki qonunni ijro qilishi bu yangi tema emas. Çünkü chet eldagi Uyg'urlarning bexatarligimi hozir Uyg'urlarni andishiga solgan bir masalaga aylandi. Xitoyniki shu chegara atlab qonun yurgizishi amaliyotda bu qaytarib berish kelishimi tuzgan davlatlar orasida tuzilgan bir qism ahdnomlar kelishimlar asosida yuz berdi. Bu xalqaro qonunga xilof emas endi. Lekin Uyg'urlarning ahvolida bu boshqacha bir ahvol endi. Bo'libmi bu Dubaydagi Xitoyniki bir turmadak bir yana qurib, yana o'zining davlati bo'lgan mustaqil Arab Birleşme Xalqligidek bir mustaqil egalik huquqi ega bir davlatda Xitoyniki bir turmushning bo'lishi ham Uyg'urlarning qamishi bu bir boshqacha bir masala endi. Mushunaq bir misolniki bo'lishi Xitoyniki balki Dubaydan boshqa davlatlardan mushunaq bir o'rinlarni qurgan bo'lishi ehtimolligim bor. Agar undaq bo'lgan vaqtida xalqarodagi Uyg'ur faoliyatchilarniki davlat atlab har xil siyosiy faoliyatlarni ilib berishi va siyosiy faoliyatlarga qatnashish istikidagi Uyg'urlarniki bu siyosiy da'vo septimizga qo'shilishi, bu da'vo septimiz zo'rlayishi deganda bu jihatlarda nayt ko'p to'sovlarni ilib berishi mumkin. Bu so'zlarning Gollandiyada turishli faoliyatchi Osiyo Uyg'ur bu vaqtgi ziyoratimizni qabul qilganda qildi. Uning aytishicha, bu voqea Arab Birleşme Xalqligi yoki O'rta Sharqdagi davlatlarning Uyg'urlar uchun qanchalik xatarli joyga aylanganligining kuchli bir signali ekan. Bu ishdan meniki oilamdan kelgan, ya'ni 2019-yildagi shu men Adrian Zabandan yajrimizda baş maxfiy hujjatlar, Xitoyning maxfiy hujjati bu hujjatlar sababli Xitoyniki mening telefonlarimdagi maxfiy nomerlarni o'g'irlashi, el-xat nomerlarim, hatto kompyuterim hakkerlarning kirishi, andan bolarimning darsini Dubayga olib apirib, ya'ni Gollandiya garajlarini bo'lgan bir Gollandiya puhrasini Dubayga olib apirib, shu yerda taklif soldi-da endi. Hozir Xitoyniki chegara atlab qonun ijro qilish bu ahvoli tez taraqqiy qiladi. Hozir Yevropa davlatlaridagi odamlarni ikkinchi bir davlatlarga aldab qo'yib shu yerdan taklif qilish yoki tutqun qilish degandek manda tarafga qarab taraqqiyot uchun xalqaro bu nuqtalarga chuqur alayda diqqat qilish va Uyg'ur faoliyatchilarimi bu masalani xalqarolashtirish, xalqaro diqqatga sunishda chuqur Qora turmalar Xitoyda keng umumlashgan Xitoy adliya sistemasining sirtidagi qonunni halqagan bir xil tutib turish mexanizmi bo'lsa-mu, biroq Xitoy qizi Wuhanning guvohligi Xitoyning qonun halqagan bu mexanizmni boshqa davlatlar ijro qilayotganligini oshkorlab berdi. Shundaqla uning chet ellardagi mayli Uyg'ur bo'lsin, mayli Xitoy o'qituvchisi bo'lsin, Xitoy tavalligidagi kishilarni Xitoyga qaytarib ketish uchun o'zining xalqaro kuchini ishga solishni kunsiri kuchaytirayotganligini ko'rsatdi. We don't deal with any outside inquiries about reports. That's the media or the... Biz Arab Birleşme Xalqligining Washingtonda turishli elchixonasiga telefon qilib, bu voqeani ilgirlab dalillashga tirishgan bo'lsak-mu, biroq elchixonaning siyosiy ishlar bo'limining bir xodimi savolimizga telefonda javob bermaydiganligi.
Savolimiz bo'lsa, ilxat orqali elchixonaning axborot ishxonasiga avatishimizni aytdi. Biz uning aytganida qilgan bo'lsakmi, biroq hozirga qadar javob kelmadi. Dubay hukumatining axborot ishxonasi buning oldida birlashma agentligiga Birlashma Arab xalqligi chegarasi ichida chet el hukumatlarining qamoqxonasi borligini rad qilgan. Lekin Xitoyning 2017 yilda boshlangan cho'ng tutqunida uning Arab Birlashma Xalqligini o'z ichiga olgan O'rta Sharq ellaridagi nurg'un Uyg'urlarni majburiy Xitoyga qaytarib ketganligi ma'lum. Xitoyning hozirga qadar Arab Birlashma Xalqligidan qancha Uyg'urni qaytarib ketganligi aniq emas. Uyg'ur Yar fondining aytishicha, ular qaytarib ketgan 10 Uyg'urning tizimligini turg'izgan bo'lib, ulardan 5 kishining kimligi dalillangan. Korlilik Ahmadjon Talib ana shu kishilarning biri bo'lib, u 2018-yil 2-oyda tutqun qilingan. Ayni chaqda Dubay shahrining sochisi Ahmadjon Talibni gunohsiz deb e'lon qilib, uni qo'yib berishni buyurgan bo'lsa-mu, biroq Dubay amalliq doiralari uni yanada Xitoyga o'tkazib bergan edi. Hozir uning 2 farzandi bilan Turkiyada yashayotgan ayol Ammon Nisa shuningdan beri yo'ldoshining izdiligini olmagan. U bu vaqtdagi ziyoratimizni qabul qilib, o'zining bu xabarni ko'rganligi, bu xabarni ko'rib, yo'ldoshining hozirga qadar bu qamoqxonada qamoqlikdek tuyg'uda bo'lganligini bildirdi. Aynı vaqt ümitlilik çok kütüp eketmiz dep ana lekin bir yildan keyin anda yo'qligini olgandan keyin qon besimim o'lib, men 2 kun doktorxonaga yetib chiqqan, bekor kelib. Bu qayta shu ko'nglimda shunda umid paydo bo'ldi, lekin umid qancha cho'ng bo'lsa, umidsizligim shuncha cho'ng bo'ldi ekan, ba'zi odam ko'tara olmay qoldi ekan shu. Bu qayta misol o'zim tutayliproq aslında surishtirib baxtim. Yani bir aniq surishtirib bo'ladimi deb. Men shunda bir yana bir xil umid borki, ichimda hech qanday bir xabar bo'lmaganligidan shu yerda bormidi u ya deb. Interpolga ketdi deb, Interpol bilan atib qo'ydi. Interpol ishxonasiga bordim, ular deport qilyapmiz deb meni tahdidlab, meni qo'g'layotgan bo'ldi u yerdan. 2018 2-oyning 10-si. Biroq Ammon Nisoning aytishicha, u Xitoyning Dubayda maxfiy qamoqxona qurganligi, Arab Birlashma Xalqligining uningga hamkorlashganligiga hayron qolmaydi ekan. Musulmon davlatlari shu Xitoyning chag'an deb o'ylab betda shu asnab turmalardan tatib qurishga yo'l qo'yib, qilgandikin nurg'un davlatlar Avrupa'daki çok devletler Uygurlar için ne qilib qilgan bo'lsin, devletlar deb o'ylanmabdi. Xitoyning vaqt abdibashirni ko'mabdi, bularning ko'rgan kuni bor ekan deb o'yladim. Bir ko'rishga nasib bo'lsin deyman, agar ko'ramsak inshaalloh bir kun emas bir kuni ish qilib ko'rgan kuni bor bularning. Men ayron qolmadim, men burundek ayron qolgan yo'ldoshim o'tkazib aytib tutib berib o'tkazib bek ayron qolgan, hatto ishengim kelmagan. Bu qatim turmush bor deganga ayron qolmadim. Raske qilsam. Dubaydan hech bir cho'ng umid kutmayman hozir. Bunchalik ishni qiladi deb o'ylayman pul uchun. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Dubayda qamoqxona qurganligiga oid uchurni oshkorlagan Xitoy qizining yigiti Wang Jingyu ilgari ijtimoiy taratqularda Xitoyning 2019-yil Hong Kong namoyishini bostirishiga, shundaqli Xitoyning Hindiston bilan bo'lgan chegara to'qinishidagi harakatiga savol qo'yganligi uchun tutish buyrug'i chiqarilib, chet elga qochgan ekan. U bu yil 4-oyda Dubayda tutqun qilingan bo'lib, Wuhan 5-oyda yigitini qutqizish uchun Dubayga borgan. Wuhan 27-may kuni o'zining tushgan mehmonxonada Xitoy doiralari tomonidan so'roq qilinganligi, ondan Dubay soqchilari tomonidan bir Dubay soqchi punktiga ilib berilganligi, bu yerda 3 kun tutib turilganligini bildirgan. Uning aytishicha, 3-kuni Xitoyning Dubaydagi bosh konsulxonasining xodimlari uni soqchi punktidan ilib 3 qavatlik oxiranglik bir dachaga ilib kelgan. U bu dachaning ichidagi uylarning kichik kamerlarga o'zgartirilganligi, o'zining bir kuni oburni saqlab etib bir Uyg'ur qizini uchratganligi, boshqa bir kuni yana bir Uyg'ur qizining "Men Xitoyga qaytmayman, Turkiyaga ketaman" deb vaqirganligini eshitgan. Ma'lum bo'lishicha, Wang Jingyu bilan Wuhan ilgari keyin qo'yib berilgandan keyin Ukrainada uchrashgan. Shundaqla Amerikadagi bir Xitoy diniy tashkilotining yordamida Gollandiyaga kelib siyosiy panohlik tilagan.